Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kuzatuvchilari. Pechkalarimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa bu pechkalar Farg'onaga ketyapti. Hammasi chiroyli, go'zal. Mana bu yoqadigan joylari kuldoni, duxovkasini tepalari apparatda bukilgan, nihoyatda go'zal xudo xolasa. Qismlari mana svorkalarni agar ko'rinayotgan bo'lsa go'zal qilib bukilgan, bekam ko'z. Orqa tomonni ko'rsatamiz. Yonboshdagi profillari ham qalin, katta, yupqadan emas. Mana orqa ko'rinishlari. Orqa duxovkasi ham e'tibor berayotgan bo'lsanglar, apparatda bukilgan, svorkalari yo'q. Bu degani tutun chiqish xavfi yo'q, yorildi, boshqa bo'ldi degan gap bo'lmaydi, xudo xolasa yaxshi. Kimga shunaqa pechkalar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomer qoldiramiz, telefon qilib so'rab olishlari mumkin. Mana bu pechkamiz endi tayyor bo'ldi. Pechkamiz 1.30 lik, bo'yi 1.30 va 3 ta duxovkasi bor. Ikkita oldi tomonda bu zakatovkalarimiz. Bitta orqa tomonda duxovkalari. Orqasidagini ham eshigi bor, chiroyli eshik qilib qo'yganmiz. Ichki ko'rinishi, bu ham apparatda bukilgan. 1.5 liga nisbatan buni materiali qalinroq bo'ladi, pulida ham farq bor. Bu 1.800.000 so'm bu pechkamiz. Xo'p, 1.5 lik pechkamiz 40 kvadratgacha isitsa, bu 50 kvadrat joygacha bemalol isitadi. Zakatovka qismlari. Bulari 1.30 lik bo'lsa, bulari 1.5 lik. Apparatda bukilgan, bu ham orqasida svarkasi yo'q. Apparatda buktirganmiz. 100% duxovkasi ham o'zi ham apparatda buktirilyapti. Telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa yo'lida qilib beramiz.